Heyo, baca salom do'stlar. Bugungi videomizda biz do'stlar sohilga dam olishga boramiz. Oddiy arzoniga emas, juda qimmatiga boramiz. Xullas men ketdim, qo'riqchi. Xo'p, yaxshi boring janob. Ovozimga baho beriladi do'stlar. Boshda qanday chiqdi? G'alatimi yo'q? Yaxshimi? Xo'sh, unda do'stlar, qani ketdik. Menimcha u mashalalar boradi. Shunday deb eshitgan edim. Menda pul yetarli, undan ortig'i ham bo'ladi. Bular 100 minutni so'rashadi. Ana o'shanga 100 minutni olib boraman. Xo'sh do'stlar, u yer ana u joyga ham pulim yetadi albatta. Yo'q. Keling janob, xush kelibsiz. Xush keldim. Qayerga pulni olmaysizmi? Tepada olamiz. Xo'p, mana pullar. Xullas men shu yerda xohlagan ishimni qilsam bo'ladi. Univergacha ham boramiz. Boraman albatta mening o'zim. Xo'sh, yerga esa bir stak oldim boradi. Yaxshi, menda pulda mana to'rtang pulingiz qolib ketdi. To'rtang oling. Aha, tashlang Xo'p, tashlabman. Xo'pda men ketaman. Shu yerga tunda boraman. Ha, o'zi tunda ochiladi. Xo'p do'stlar, wow, mana buni zo'r desa bo'ladi. Komfort mana kelasi menga demoqchi. Kag'atimdan qoch yaxshilikcha. Ura go'limni bir joyga qilib qo'yding. Uyatsiz. O'zing uyatsiz. Nima qilishni bilmayapman. Zerikib ketdim do'stlar. Pulni bekorga ishlatyapman xolos. Baribir nima qilishni bilmayapman. Stop. Ana u sandiqda nima bor ekan? Tuzoq emasmi ekan? Tegma, tuzoq, tegma. U banditlarning ishi. Tuzoq, tegma. Agar uni ochsang, portlab ketasan. Rostami? Ha, yaxshisi ana u yoqdagi xavfsiz joyda yuraver, chunki sen millionersan. Xayr, men ketdim. Ishim bor. Mayli, lekin bandit deydimi? Bitta banditga nima bor axir golem bosib yotgan bo'lsa? Xo'sh, menimcha bu yer sevishganlarning joyi. Xo'sh, unda basseynda cho'milaman. Basseynda endi albatta chuqurrog'iga kiramiz. Chuqurrog'i bo'lsa ancha narida bo'ladi. Mazza ekan, qishloqqa millioner. Ha, zo'r ekan. Sen ana bo'lishdi-ku, qanday qilib millioner bo'lib qolding? Ha, bunisi sir. Ish qilib o'ldirgan hech kim bo'lib qolsa bo'ldi. Kimni o'ldirding? Hech kimi bor, naryoqda o'yna. Xo'p, lekin Qani sud ishiga. Bo'ldi do'stlar. Mana bu yer qanaqa ekan? Menimcha bu yerga tunda tushishim kerak, lekin tungacha nima qilishni ham bilmayapman do'stlar. Yoki serverga xotinim oldiga boraymi? uylandingmi? Andrey? Ha, uylandim. Bu Minecraftda emas, boshqa Minecraftda. Bunda ajrashganman. Bunda ham yaqinda to'y bo'ladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdinglar, yaqinda yana bitta shu yerda ham to'y qilaman. Ikkita xotinim bo'ladimi? Lekin ikkalasidan bitta bo'ladi. Просто tagminni siyoh rang yaxshi qiz, tansi bo'ladimi? Aha, mayli. Chiroyli ekansiz. Uylantirmay, qaytgan. Nima dedi? Aha, unda bu yerdan. Janob, shoshmang, janob. Menimcha bo'lmas kerak. Mama, просто eshitmabman, quloqchinda edim. Unda qayerga ketyapsiz? Bu yoqqa keling-ku. Xullas, men tashqariga chiqib kelaman, maylimi?
Ha, bemalol. Alo, ha, anaqa. Bo'ldi, hammasini asirga olyapmiz. Asir dedimi? Tushunmadim. Asir dedimi? Hamma pullar sochib yotibgan. Hali bergan pullarim menimcha menga bepul qildi do'stlar. Xo'sh, unda men qaysi uyni Umarga ko'rsataman? Bilgan bo'lsanglar, o'tgan videoda bittasini Shahram qiz bola qishloqni o'ldirib naryoqqa kelgan edim do'stlar. Xullas, mana shu uy hali ham qidiruv bo'lyapti. Mana odamlar to'lib ketgan. Mana o'rtada qizingiz qachon yo'qoldi? Bilmayman. Qizim bedarak yo'qoldi. Uni derazadan kimdir kirgan, hamma izlarni barchasini yo'q qilib ketgan. Hattoki politsiyachi ham buni bila olmayapti. Ha, bilaman, qiyin, lekin bularni men qilganimni bilmaysizlar-da. Yaxshi, unda tezroq ketdik do'stlar. Tunga chormaza qilib yuramiz do'stlar. Hoy janob, tezroq boring, tezroq kiring ichkariga. Nimadir bo'ldi shunday. Tezroq kiring, bo'lmasa o'lasiz. Tushunmadim. Siz asirga olindingiz, qani ichkariga. Tushunmadim. Qanaqa asirlik? Nimaga baqir-chaqir, millioner? Nima bo'ldi? Bizni asirga olishdi. Nima? Qanaqa asir? Agar davlat sudga, xullas, ular bizni berishlari uchun ularga sud 100 milliard AQSh dollar pul to'lash kerak ekan. Ana shu pullarni berganida bizni asirdan qaytarib olishlari mumkin ekan, chiqarib olishlari. Shu tushunmadim. Axir mening videomda bunaqa narsa birinchi marta. Yo'q, endi nima qilaman do'stlar? Sho'maga endi nima bo'ladi? Hamma o'zini bossin. Biz golemlar sizlarni qo'riqlaymiz, ya'ni asirni ushlaymiz. Tushunmadim. Nima golemlar? Qanaqasiga tushunmadim. Chiqma, qayt. Xo'p. Do'stlar, qo'rqib ketyapman. Endi nima bo'ladi? Qayoqdan qochaman? Ana millioner ham qo'riqlayapti shekilli. Sho'mayo. Har tarafdan qo'riqlashyapti. Ana u yoqda shuncha qishloqqa. Yaxshimi shunchaki suraman. Yaxshi, hech kim yo'q ekan. Sekingina ketdim, hech kim yo'qmi? Xo'sh, menimcha hech kim yo'q lekin. Ana chiqyapti, suvdan chiqmoqchi. Lekin do'stlar, nima qilaman endi? Yo'qdan qochsam baribir ularda avtomat bor, bittasida avtomat eshitib qolgan edim do'stlar. Sho'mayo. Videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismigacha uchrashguncha barchaga xayr do'stlar. Rosa ham baqir-chaqir bo'ladi.